Salom do'stlar, uzoq o'tibdi. Vlog chiqarib baxmoqli. Juma kunlikda mana noytumu hayajon ilkida maytaqa qarab mangduq yurtimizga ve xushalamana intayin jonli holatda yurtimizga mangduq. Do'stimning to'yi bo'ldi shanba kuni shuning bilan cho'qim bir qaytmasak bo'lmaydigan ish chiqdi-da bu yerda. Berib pek xushal hozir nima kundagi kayfiyatim yo'qmaysizlar. Maytaq do'shanzi degan xatni ko'rgan vaqtimda chaqildab ketdim xo'sh bo'lib. Berib ham do'stlarim bilan bir maydon qo'yib ketdik. Atsi mana umaq do'stimning to'yi bo'lib ketdi. Mundaq qiz yigit to'yini o'ynab baxmoqli 10 yildan eshibdik-a. Bu genjilarni payziga lekin bunda to'ylarni o'ynasa. Hozir biz qerib bolalarimizning xatmi to'ylarini, kichik qizlarimizning yosh to'ylarini o'ynaydigan ishimiz yetib ketdik. Munda xo'sh bo'lib ketdik qamlikina vehshi pechet bitgan munda genjilar. Kunda ish qilib xo'shalliqimda 15 santlik oyoq kiygan bilanmi putim qat'iy og'rimabdi-ku. Shu kayfiyat degan behsat muhim narsa. Kayfiyat xushal bo'lsa, naringiz og'riyotdi, nimish bo'ladi, qat'iy his qilolmaydi. Shundan işte o'ynab ketdik. O'ynamog'im uzun bo'ldi. Urumchidagi vaqtlarimda men shu kunda xizmatlar bilan aldirash, bolalar maktabga olib akilib, bolalar maktabga ketganda yo'ldoshim bilan uyda ishimiz xizmat qilib, yalay berib, ancha-muncha o'tirib, urumchidagi do'stlarim bilan ancha-muncha ko'rishib, chaylarni ichib qilamiz. Endi bunda yalay kelib, bunda telefon bilan usul o'ynab, bunda qilgan ishlar ozda urumchida demaytaqdan do'stlarim kelib qolsa, bir yalay berib o'ynaymiz. Lekin doimlik unda emas. Shu bunda o'ynashlarni odamlar rastlanib sevib qoldi ekan. Cho'qim ancha-muncha ba'zi vaqtlarni chiqarib, birlay berib o'ynab turgan yaxshi. Kayfiyatni haqiqatan ko'taradi ekan. Odamning kayfiyati qancha yaxshi bo'lgansa, shuncha yashiradi. Qaranglar mashqisiga. Ammo u do'stimning yo'ldoshi hozir qattiq va'dalarni beryapti. To'ydan keyin qandaq qildigan, qandaq baxtga erishtirdiganligi haqida shunda ta'sirlandim, ham hayajonlandim. Mushu vaqtlarimga berib qolgandek his qildim. O'zimizning yangi to'y qilgan 11 yil burungi vaqtlarimiz vaqt bek tez o'tibdi. Shu bilan do'stim ikkimiz bilan o'ynab ketdimizda, menda hech kim tutib olmaydi ha. Ekshi. Sekildab o'ynab to'ymi tugdi kechda yana 36 yoshlik bir minion tug'ilgan kun o'tkazimizda. Buningdimi yanmadoq bir kun to'y o'ynab yerib charchagan, qat'iy to'yilmabdi shuning bilan yana tug'ilgan kunga keldik. Endi maytaq kelgandan yurtimga kelgandan do'stlarim bilan ko'rishgandan keyin shu yetib qolg'ichi bir harakat qilay o'ynay dedim-ku. Ajoyib xushalliqlarga erishdim, o'zim bilmay ish qilib, xo'shib ketdim. Hozir shu vlogni ishlab o'tiribman, shu vaqtlarni eslab bir xil xushalliq, bir xil ifodalar menda jilvalanib ketadi hozir. Hayajonman. Hech chiqamayotgan gap makundagi ishlardan. Sevinib ekanman haqiqatdanmi. Atsi bolalarimni ilib shu maytaqdim kichikdan boshlab doim o'ynaydigan bir yabatdi. Ashak akaldim. Ashak akasam bularni unutib qolmabdim, ya'ni shuning bilan bular bu yerda o'ynaydi singlimga topshirib qo'yib bularni. Do'stim, achamlar bilan bir o'tiraylik deb. Chunki bugun mushkullikda mangimizda biz ma'lum maytaqda yeyilgan eng oxirgi bir qitimliq tomoq bo'ladi. Shuning bilan mush tomoqni yeb bo'lib davay achamlar bilan ko'rishib, do'stim men to'timiz o'tirib tomoq yeb bu yerdagi kulishmakchilik ish qilib ajoyib xush bo'ldim. Har qitim maytaqa qaysam, ketadigan vaqtimda shu vehshi tortishib, bo'ynimni bir narsa bog'ilgandek aron uzilib manganda. Yo'ldoshimga telefon qilsam, o'taq mendan aldirashgan. Bolalar shuning bilan bo'ldi deb kechdi shuning bilan Beijing vaqti 11 bo'lganda yanma yo'lga chiqdik. 2 soatlam Urumchiga keldik, lekin bolalar degan mashinada uxlab shavlab ketdi. Shundan yana Urumchiga keldik, atdan boshlab yana butun xizmat jo'ntaysi kirkitimizda go'zal maytaqdagi aslimlarimni qoldirib qo'yay do'yin sahifasiga deb shu videoni ishlab chiqarib qo'ydim ham sizlarga, ham bahralab berdim. Hammalarni yoqtirib ko'rishini chin ko'nglimdan umid qilaman.